Hamma uyda ko'ringlar. 160 ming deyishyapti mana shu uyga. 6 xona, 2 ta oshxona отдельно. Kiraverish bu yoqdan birinchi etajga, bu yoqqa ikkinchi etajga bu yoqdan. 3 ta xona, alohida oshxonasi. Toshkent shahar Sergeli tumani yangi Darxon, yo'q, yuqori Darxon mahallasi. Mahallani ko'rasizlar, shuni Novostroykalar. 2 sotuvdan sal kattaroq, 2 sotuv devering deyishdi. Ha. Sanuzilgani ko'chada ham hovlisi ham bor. Yozgi oshxonasi ham bor, o'tirib choy ichishlarga. Uyi planlari hovlidan kirishinglar bilan katta hovl, zali, spalni, yana bitta spalni, bu yoqda oshxonasi. Remontlarni ko'rasizlar, hech qati unaqa uringan joylari yo'q ekan, seji remontda turibdi. Spalnisi. Bu yoqda ham choy ichib o'tirishga joy qilib qo'yishgan ekan. Ikkinchi qavatidagi xonalari kirishinglar bilan ham bitta hol va oshxona qilib foydalansa bo'lar ekan, hamma narsasi qo'yilib ketgan. Bu yerda hol, bu yoqda detskiy, bu yoqda ham shunaqa detskiy bor, bu yoqda zali. Endi men tez ko'rsatib berishga harakat qildim. Xo'p, orientir Sergeli Vivamed klinikani orqasidagi mahalla bo'ladi. O'zbekiston mahalla. Pastda egalarning raqamlarini qoldirib ketamiz. O'zingizni qiziqtirgan savollarni viloyat qo'rasi kelishtirib so'rab ko'ringlar, kelishtirib beramiz deyishyapti.